Tapılır yavrak karılar tapılır. Assalomu alaykum, hurmatli Qazalasbek yurtdoshlar. Bugun mana asli xivolik bo'lgan yurtdoshimiz Qazalasbekda yashab, oila qilib, shu yerda farzandlar orttirib, uy-joy qilib, shu yerda xalqimizga yaxshi kunlarda xizmat qilgan Xudoybergan To'qtoq haqida, ya'ni Xudoybergan To'qtoq haqida ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Surishtiruvlarim natijasida uncha ko'p ma'lumot yig'a olmadim, lekin shu o'sha davrdagi xizmatlarini esga olib, yosh kattalarni eslash uchun va yoshlarimiz shunday inson yashab o'tganligini bilishlari uchun ushbu ma'lumotlarni sizlar uchun tayyorladim. Xudoybergan To'qtoq garchi Xivada tug'ilib, Qazalasbekda kamol topgan bo'lsalar-da, hech ikkilanmasdan Qazalasbek farzandi. Qazalasbek To'qtoqi deya e'tirof etishga haqqimiz bor deb o'ylayman. To'qtoq buva haqida ma'lumot olish uchun ataylab poytaxtdagi Alisher Navoiy nomli milliy kutubxonaga a'zo bo'lib, u yerdan O'zbek Sovet ensiklopediyasini buyurtma qildim. Ko'p tomli kitobning 12-tomidan Xudoybergan To'qtoq haqidagi ma'lumotlarni izlab topdim. Unda shunday ta'riflar bitilgan. Xudoybergan To'qtoq xorazmlik masxaraboz, qiziqchi. Kulgi san'atini mashhur masxaraboz tog'asi Buvajon To'qtoqdan o'rgangan. Ho'kki to'ra, onam o'tinga yuborgani, holvachiga shogird tushganim kabi yumoristik hikoyalar, Iroq uforisi, galmadi, qumpishik singari hazil lapar va pantomimik raqslar Xudoybergan To'qtoq ijodidan o'rin olgan edi. Xorazm masxarabozlari ichida sahnada birdaniga 4-5 kishi holatini bera oladigan, harakatlari tez va o'tkir masxarabozlardan deyilgan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'olmanglar. To'qtoq bo'lani deyman, Xudoyga To'qtoq. Bemalol olasizlarmi? Xudoyga qachon, qayerda tug'ilganlar? Shu haqida ma'lumot bering. 1904-yil Xivada tug'ilgan. Ha. Xivada nereki bilmedim. Xivada tug'ilgan. Necha yapqanlar beri Qazaristonda? Beri yankı deyin ne vaktinde ona bana yubergenler bak adamı. Ha. Ata-onalarini mi? Ata-onalarini yubergenmi yo o'zlarini mi? Güzel. Ha. Gelip bir de işleyenlerde. Pekeni'de şiddetin şu köçemizde Pekeni bu arada. Pekeni'de şiddet evet. Ha, biz asıl kasblari san'atkor emasmi, boshqa? Sonra ne olup gitti? Sanatçı olup gitti. Ha. Evet, ahırı bu arada indi şuradan işleyen. Bir yerda nelarda bor edi o'zi? Ne köçemizin işini ayrılması Peken nerede? Yo'q, Yo'q bo'lmadi. Ama Peken nerede? Ha, bir yerda Keshanqal'da joy solib shu yerda bir makon topib qolib ketdilar keyin. Farzandlari hammasi bu yerda tug'ildi. Bu yerda tug'ildi, 8 farzandi bor edi. 5 o'g'il, 3 qiz edik bize. Şimdi bu ikimiz kaldık, 2 qiz. Ha, 5 o'g'il, 3 qiz. 3 qiz edi. İkinci qiz nerede? Birinci qiz şu, Bağat'ta o. Ha. Bağat'a düşkən. Bağat'a düşkənmilar? Bağat'a düşkən.
Sizden kattasimi ayol? Katta var. İkinci farzand o. Kattasi qadamamadi. Kattasi Qadamahmet var. Keyin Shokat hanım sizden kichkinasi. Yok, İlhamon var edi. Ha, ilhomini olmaydi ekanman. 58-ci İlham var edi. Yo'q, Shokat hanım kichkina emas sizdan? Hava. Ha, sen aytaman. Eng kichkinasi u. Ha. Bundan kichkinasi İslam edi. Ha, İslam'a muomaladim. Ha, ularni men islamadim. Kichkinasi İslam. Unda Qozog'istonda uylanib, bir ota-onasini bilasizmi, mama bobolarni? Yok. Bilmem. Ha, ular Şu ata enem adını sana koydum der. Enesinin adı Bican ekan. ha, Atam ne? Atasının atası Abdurrahman boğan. Abdurrahman boğan. Xudoyan bo'lgan familiyasi kim edi unda mesela? Abdurrahmanov? Abdurahmonov. Ha, Abdurrahmanov. Tok degan laqabni nedan olganlar? Shundan haqida. Xivada Toklar nesi bak buların. Sulolasi bor, ha? Sulolası var. Ha, uni Xivodan kelgan vaqtda o'zi Tokni olib kelgan ular, ya'ni laqabni. Ha, var. Bir de birgina Tok bo'lganda birisi o'tiradilar Xiva borganda. Xivada ko'p Toklar bütün. Atanızın icra qilgan qo'shiqlari yodingizda qolganmi? Shulardan bir parcha bo'lsa, muxlislar uchun qiziqarli bu. Aytib bering shuni. Atam beçarayında. Stansada bir periydi. Atada öldürse ya öldürsün. Yana qaysi qo'shiqlari bor yodingizda? Diyen ki ne? Fazla açıp rüyalarım. Atama bir şey açıp rüyalarım. Ha. Yani Ratallarda açıp duran. Ha, shular ham Ha. repertuarda bor edi, Ha. Qachon dunyodan o'tdilar? Necha yoshlarida? 81. yıl dünyada öldü ya. Ülkem ölgenden ki. Ülkem öldü 20 yaşta. Şundan ki bir ayda ikisi öldü bula. Bir yılda. 81. yıl. İyul ayında öldü. Shunda 77 yoshlarida ekanlar. 80'e bormadi. O. 81 dedingizmi? 81. Ha, 77-yil, 4-yil bo'lsa, 77 yoshlarida ekanlar shu. Lekin shu qarilgan vaqtlarini saqqa qo'yib, ne giyib, cho'rma giyib, Hava kızı. perişteli insanları bize görüyoruz xatiremizde kalan. Bugungi kunda uning oilasida fotosuratlar, qayroq toshi va garmon sozi Xudoyan Tokdan esdalik sifatida ko'z qorachig'idek saqlanib kelinmoqda. Afsuski, u kishi ijro etgan qo'shiqlarning audio yozuvini topishning imkoni bo'lmadi. Xorazm raqsi O'zbek xalq raqs uslublaridan biri hisoblanadi va Xorazm vohasida qadim zamonlardan shakllanib, asrlar davomida rivojlanib kelgan. Ushbu yo'nalish harakatlarga boy, erkaklar va ayollar raqslarda barmoqlarini shaqillatish, gavdani tik tutish, qo'llarni silkitish va boshqa harakatlar, tizzaga sakrash, qayroq bilan marom berish va boshqa usullar mavjud. Bizgacha yetib kelgan chaqaloq, Nolim, Ali Kambar, Orazibon, Mo'ri, Xo'bbimboy, Shirinnovot o'yinlari ijrosida o'g'lon raqqoslar va masxarabozlar o'zini ko'rsatgan bo'lsa, ashshadaroz, maqom ufori kabi raqslarda raqqosalar ustunlik qilgan. Lezgi raqs turkumi ijrosida erkak va ayol raqs ustalari birday mahorat bilan o'ynaydilar. Xorazm raqsining rivojiga faol hissa qo'shgan san'at ustalari orasida Xudoybergan Tokning ham xizmatlari katta.